$5600 beraveramiz. Okey, narxini tezroq aytmaysizmi? Nega oxirigacha o'zasi narxini deb sabri chidamaydigan keluvchi oldindan aytib qo'yamiz mana. 2010-yil 3-paytsi avtomat metan gazlari bilan Gentra diskalar taqib qo'yilgan $5600 beraveramiz. Agar sizlarga mana shu mashina qiziqtiradigan bo'lsa yoki mana shunaqa arzonroq Lacetti qidirib yurgan tanishinglar bo'lsa avtomatini bitta like bosib o'sha tanishinglarga tashlab qo'ysanglar biz faqat sizlardan xursand bo'lamiz. Okalar, like bilan qo'llab turinglar. Biz ham sizlarga harakat qilamiz-ku, sizlarni kaprizinglarni ko'rishga narxlarni oldindan aytib. Xullas kalom, Gentra 3-paytli diskalar taqilgan, ballonlar zo'r holatda turibdi. Qaranglar, bu mashinaga Epic sideniya taqilgan ekan. Endi holatda ideal deya olmayman-ku, ozgina mana ko'jalari uringan-ku, lekin takoy komfortni berib turibdi. Mana orqalari ajoyib. Endi ko'raman lekin bor. Xo'p, mashinamizning yurgan kilometri 379 ming bo'libdi. Mana bunaqa GVC magnitofonli salon holati. Va holati yomon holatda emas. Xo'p, mashinamizda 3-pokoleniya metan gaz balloni bor, orqalariga optiralar taqilgan. Qora tonirovkani bitta urib yozda maza qilib yurish imkoniyati bor, okalar. Xullas kalom, okalar, 5600 ga yana qanaqa avtomat beryapti, kommentariyada yozib ketinglar. Mana shu narx atrofida sizlar nima olgan bo'lardinglar? Agar mana shu mashinamiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, srochniy Lacetti'ni arzonrog'ini avtomatini qidirgan tanishinglarga tashlab qo'yinglar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin, joninglar sog' bo'lsin. Mashinamiz 2010-yil 379 ming yurgan 3-paytsi avtomat metan gazlari bilan $5600 ga sizlarga o'tib ketadi.